Diqqat qiling, O'zbekiston fuqarolariga kunga boqar yog'i haqida ajoyib xushxabar. Nahotki O'zbekistonda narx arzonlashadi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Vitronik tabobat olamida ajoyib yangilanish. Erkaklarda uchrovchi prostata bezi adenomasi, surunkali prostatat holatlarida achishish, og'riq, kam peshob ajratish holatlarini bartaraf etuvchi ajoyib vosita. Umumquvvatni oshiradi, jinsiy faoliyatni yaxshilaydi. Erkaklarning haqiqiy ishonch manbai. Mahsulot ta'sirini 5-7 kun ichida sezasiz. Vitronik har tomchisida mo'jiza. Diqqat qiling, O'zbekistonda 15 turdagi mahsulotni ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan xom ashyo importiga bojlar bekor qilindi. Bu haqida Bosh vazir o'rinbosari Jamshid Xo'jayev tadbirkorlar bilan o'tkazilgan ochiq muloqotda ma'lum qildi. 15 turdagi tovarlar ro'yxatiga quyidagilar kirishi mumkin: elektr skuterlar, nogironlik arvachalari, kunga boqar yog'i, shokolad, bolalar ozuqasi, vaflilar, kekslar, shakarli ichimliklar. Agarda ushbu mahsulotlarga bojlar bekor qilinsa, albatta O'zbekistonda narx-navolar, ya'ni kunga boqar yog'lari arzonlashishi kutilmoqda, deyiladi xabarda.